Assalomu alaykum savatdoshlar. Aleykümselam. Endi biz iFram orqali ya'ni navbatga mush iFram orqali ulanmani texmi qulayliklashtirish, ya'ni mazmun ulanmasini texmi qulayliklashtirish jarayonini so'zlaymiz. Endi hozir maya qaramasak, başbat mayalma indeks HTML deb başbat almashdi. Xabarlanmasak bu nevis degan ma'lumot almashdi, shunaqa. Mahsulot masak bu 21 almashdi, shunaqa. Xo'sh, endi maya qarasanglar, bizniki hozir iFramdan boshlab ishlamoqchi bo'lganimiz 2 qor 4 stonlik jadval. Birinchi qori 4 ston bo'ldi, ikkinchi qori yo'g'on bir ta katakchi bo'ldi. Endi men olmajan degan bo'lsa, mening tarjimalayapti ko'rinda. Hech qanday bet almashmaydi. Faqat tarjimalam tub-tuz ko'rinda. Andan keyin mayat yeni bir mazmun bassa, yeni bir mazmun ko'rinda. Uchinchi katakchi mazmun bassa, bu vaqtda yeni mayat uchinchi xil mazmun ko'rinda. Mayat ma to'rtinchi katakchi mazmun bassa, bu vaqtda mayat to'rtinchi mazmun ko'rinsin. Shunaqa biz buni mushtaq masalan hal qilamiz endi. Unda olsa. Ama iFram degan modelga yangi hujjatni meni qurilay, ha? Ya'ni mana shu 300 to'g'ri deb degan ichidagi iFram shunaqa. Mayaga biz xotiratan ichib oldik. Ma notepadni. Avval HTML'dagi ustki qiymatini yozilay. Bir avval bevosita saqlab olmayaga, ha? Ma Wingen'den quruq hujjatni, ya'ni Wingen mabavsini bosdim. Andan keyin 300 to'g'ri deb ichiga iFram deb bunday qurib olgan mashina ichiga saqlay, ha? Ismi index.html bo'lsin, bosh mo'jaz bo'lgan kim bu. Shunaqa. Andan keyin men benmasini UTF-8 shakl qildim. Endi bavsini besbatdim. Mayaga qurildimi? Xo'sh, undan bo'lsa men HTML-niki daymasini HTML asos xat kodlarni mayaga yozilay. Buni men tushunib o'tirmasammi, oldingi soat darslarda biz buni jiq tushunib ketgan-ku. Yani bu bedin ismi iFram smash bit olsun. Bu yerga 4 ston 2 qorliq jadvalning birisi bor, ya. Jadval mazmuni o'tirib chiqsin. Bununki jadvalning kengligi 800 chiqsin. Endi bununki kengligi 800 chiqsa, qolganini qo'shamiz ele. Shuni taybini oxirlashtiray. TR TD 4 oldu mu ya da? TD'nin maya 4 oldu mu? 1, 2, 3, 4. Endi aslında kısa TD'nin birisi oldu. TR'nin içinde. Lekin bu TD'ninki kıymeti kolsper tökken oldu mu? Yani 4 son tam oldu, ha? Endi men 302 TR. Mana men kodni chiroq yoziladi. Oldu mu? Oldu. Ben kolsper tökten oldu. Endi mayaga bütün kardeşlerinizin mezmun. Qanday olsun? O'tirib olasın. Yani her bir işi şu aralıq mezmun oturtib olansın, ha? Endi men birinchi kadakka
baş bet. İkincisiga Alimjon. Uchinchisiga Shaxtiyar sohbet. To'rtinchisiga aloqa shunday yetib shunaqa. Xo'sh. Endi men mayaga. Nima yozaman? Hozir ma bo'ldimi? Unda bo'lsa men boshbat deganning o'zini men tutdinglar. Mana ichiga bayatin biz tayyorlab olgan ma ayfram ko'dingmi? Buni biz bu tayyor boshqa narsa qilmaymiz buni. Mush o'rin yozamiz. Buni chiroqchini mayaga kirita qo'ydi. Bo'ldimi? Endi ayframni ko'rdim mushigo. Ayframni nima tushuntirishni bir tafsil tushuntiray. Ya'ni ayfram boshlandi, buni bordasi 0. Ya'ni buni bordasi 0 degan o'zi maya qarang. Mana qolsin ma jishbirni atab 40 bo'lmaydi. Dalmish 40 ko'rsiz, tushunadingmi? Onun kendi bunun nomi alıncan bo'ldimi? Sal turib biz mushu başbat degan hujjatlarni, başbat alıncan degan hujjatlarni ki tarjit qiymatini alıncan qilib beramiz. Shundan ayframning nomi qanday bo'lsa shuni tamom bo'ldi. Buni sal tafsil tushuntiramiz. Onun keyin men margin weight yani buniki mushu orliq kengligi bu 1. Yana France pay buniki Framniki orlig'i yani framning bo'shlig'i bu 0. Yana margin weight yani orliqning egizligi bu 0. Aniki fram border yani sirtqi siziq bo'lsa bu 0 shunaqa. Maash o'xshamaydi, ha? Ma fram border bo'lsa, framniki sirtqi doir ko'rsatiladi. Lekin ma ayfram border bo'lsa, bu mush ayframniki sirtqi doir bilan shirk mazmunniki orlig'idagi mana ma'nodagi to'mliq ko'rsatiladi. Tushundingizmi? Yana Nura size. Ma qiymat bermisingmi bo'ladi asli. Lekin bu qiymat bergandan keyin yuqori to'nga onsol tatbiqlar mana yeri ko'rinmaydi. Demak, aloqa taqim sifat chiqdi gap, ha? Buni men ishonch bo'lsa bersak bo'ldi. Hani bunun kanı 100% bo'lsin. Mushu to'sman to'sib bergan mush katashini yuzi mashaniki kanı qancha bo'lsa hozir 800 ga bu. Qancha bo'lsa mushu mush katashini kanı bilan tang olib chiqdimi 100% bo'lgandan keyin. Egiziga 600 bo'lsin, egiziga kanı qilibdi. Egiziga qilibdi. 500 qilib berdi, ha? Andan keyin buningki mushu o'ziniki holati refresh, ya'ni yangilash holati bo'lsin. Ma refresh yani o'zi ma ekranda jumyanga biz mal o'nchiki shoshini basamizga. Shoshininki ingliz meni shu. Tushundingizmi? Hani content yani mazmun bu 3. Buniki mushu ayframniki zishtin ko'zmi, cho'ng ko'zmi, tushundingizmi? Yana olijin yani buni ichidagi mazmun o'rta qo'llansin. Style yana buning ichidagi tekstlar, baliq tekstlar o'rtaga kelsin. SRC yani navbatga ayfram ichi ko'rinadigan mazmun mal bo'lsin. Tushundingizmi? Xo'sh. Endi buni biz chiroqcha ko'chirib, ama oxirida ayfram oxirlashsa bo'lmaydi. Buni mayda boshini ko'zib beradiq ma oxirlash ko'di, shunaqmi? Tushundingizmi? Endi buni biz ko'chirib oldik. Maya ikilib chaplaymiz. Chalab berikmi? Xo'sh. Endi biz buni bavson qilib o'tdik. Saqlab o'tdik. Anamdan keyin biz avval shu batni tutkizib olgan ijro qildimi? Mayaga mavzuni birinchi kiyib o'tdik. Uyg'urcha tanaffus bo'lmaydi, ha? Cho'qim ingliz tanaffus kerak. Boshbatni boshbatga olib beramiz shunaqa. Tana açtık, ay, boşluk, tarjit, tam, tarjitdan qiymatimiz bilan deb bergan qo'y. Endi biz ayfram shakka vaqtda, mush boshbat deganni boshqa vaqtda ejilgan batni ayframni ichida ko'rinsin desangiz cho'q mayaga olimjon deb bersiz. Ayfram nomi nima mayada? Olimjon shunaqa. Olimjon deb beramiz. Ayframning nomi nima bo'lsa shuni beramiz. Tushundingizmi? Yana hammaga olimjon ishlatamaymiz, ha? Meni nega pipa qilyapman yana. Men xil qiymat adam. Olimjonda yetmadikmi? Aning keyindan yana boshliq.
Anın keyinden başbat degeni bassa qaysi sifat eshitsin? Demek bu xirif var hozir. Tan başçık eşti emel degan muhabbet eshitsinmi? Shunaqa. Başçık eşitme degan hujjat mush Olimjon degan ismniki ayfaramni ichida ko'rindi. Tushundingizmi? Qog'inni biz ijro qilib bo'lgandan ko'ra olamiz. Ayni oxirlashdikmi? An bunimi ko'chirib oldik, ha? Qaydingiz o'ltamay. Mayaga chapladik. Mayagimi chaplab oldik. Mayagimi chaplab oldik. Endi bu ichidagi mazmunni o'zingizga bo'ldi-ku. Buningga Olimjon bo'lsin, ha? Buni Olimjon deb qo'yavermay bo'lsa. Men de biz koyayım bunu. Bununla şahsiyet sotu bulsun. Alakalı şunu yenge. Alaka bulsun. Yani mağanki nimine mağı en arkadaşlarımız. Ölçemlik Uygurlardan yazılmışlar yazıldı. Hoş. En ulap oldu. Kağamızın nerede kaldı? Ayframda kaldı. Ayframda kaldı. Ayfram başpet tuttu mu? Tutmadı. Muşun nöbetki indeksigen başpet icra qilgan vaqtda Ayfram için nemi ko'rinsin? Ayfram için ko'rinadigan betni biz maya yezib beramiz. Tushundingizmi? Ayfram için ko'rinadigan mazmunni biz maya yezib beramiz. Buningga yo'q, başpetni ko'rinsin. Bunun ichiga meni resmi ko'rinsinmi? Aşkım nima bo'lish ko'rinsin, ha? Şahtiyar bo'lsin. Xo'sh. Shuning bilan izmobiyyatni ochilamdi. Mayt bo'ldimi bu? Lekin mesela ko'rinagan benda biz yasamasak, men qolsinmi başpet maya qara, ha? Ma başpet, ma u men, ma shahtiyar so'fet, ma aloqa anonga maya ko'rinagan. Yirmi shahtiyar degan 5 ta ishim önce yasalmadı, tushundingizmi? 5 ta ishim önce yasaymiz sakın. Anondagi muhabbatni o'ng to'g'rilikli normalarda, ma'xatni normal chiqarib shuna qo'y. Undan bo'lsa men ishimni yuzitay. Diğersin tam RTL. Anondan keyin nima bo'liga? Style tam font family UKG düz tom. Buni yozib qo'ydim, ha? Ana bo'ldimi? Ma ulan qilgan xat ostini qanday yo'qitdik? Maycha yozay, ma xiyatni ustiga mayaga. Style type 10 text CSS shunaqa. Install oxirlashtirdik. Ana mayaga. Hey Linik, yani ulan qilgan xatninki. Tana ijratdik. Text decoration, yani bununki textni bezishi. Non, yani yo'qoladi shunaqa. Yani buni bavson qilib yotdik. Ana ish baqli. Yo'qdimi? Undan so'ng xat yana rang qilib baqilma. Rang qilib yotla. Text ya color. Qapqara bo'lib yotsin bu. Xat nega baqaniga oldi? Power. Bunun color red qip-qizlarida. Ulan qilgandan keyin mouseni ulan qilgan xatga mouseni yig'ib basaq, osti siz chiqsinmi? Chiqmasin. Ma'qul, siz chiqsin. Men maqaman ochdiq, maqaman yeb tutmaydi, ha? Mana ochman yapdiq-ku. Men style başlanış mavi, oxirlash mavi. Bo'ldi-ku? Endi boshqa betlarni yasaymiz endi. Boshqa betlarni qanday yasaymiz? Mush navbatdagi muhabbatni o'zini bir nusxa ko'chirib, bir nusxa chaplaymiz. Buning ismi bosh bo'lsin. Shahtiyar bo'lsin, ha? Shahtiyar bo'lsin. Endi buni ichib oldim. İçib olgandan keyin buning ichiga mushu table
Men yo'qda hozir. Table mayadan boshlab mayagacha. Ücretim. 40. Ya hemen ücretimiz. iPhone faqatlar mushu indeksiga taqib qoldi. Qolgan betda iPhone bo'lmaydi. Mazmun bo'ladi. Kanalima. Mana ücretim. Mesela mayagmas yezin mana ücret bo'ldi. Buni ulan bermaydi. Shuna qo'ya. Bo'ldi mana yana yoziq deyli mana. Qolgan hemen yez o'tirgandan. Mana küçürüp oldu. Hadi mayaga. Sen turmaydi mana bu. Pi boşluq. Aljin tam ko'p qo'liq mazmun yezildigan yer mana shunda bo'lgan ekan. Bunun qiymatini jasb eshitdimizmi? Aslıcıki mana senterni ücretimiz. Hani mayaga. En belgisi NBSP 45. Bu boşluk mu bu? Assalamu alaikum. Yine yeni kurdaşlar, ben aslında kurma bir boşlaşa ikinci olasıqa yine. Olsun. Muşqatni o'zini jasad kuchlayimda, qaydin yezib o'tamay. Mana kuchuk tavsin qilib oldim. Shunaqa. Endi men boshqatdan bir yanglab boqayman. Ulan qilgan mening mayadiki, navbatdiki, men ko'ngildagi batbog'im edi. Shaxsiyatlik eshitmayman degan batbog'im. O biz yasab bo'ldik. Ana muhabbatni qaytini açsam men ko'rmadi. Bunun sababi nima uchun? Bunun sababi qaytib qaraymiz, ha? Shaxsiyatlik HTML. Unda bo'lsa bu bet shaxtiyar HTML. Bu bet bakken lekin undan sonra iPhone qarayli. Yo'q, men mashal mesaj bo'lish mumkin. Mana qaytacha, ya. Endi shildimi bu? Demek iPhone'ni ichma shuna qo'y. Lekin men mazmun ishchidan ko'rmadi. Jasb ishimida. Agar ishni qilib qolsa iPhone ham qarab boqay. iPhone'niki Matrix Aljin. Yine bununki mi Aljinni? Ben bir öttüm. Yeni çıkmış şuna koy. Ma iPhone'niki ma Windows'niki ma i10'da iPhone'niki maşinasal normalsizliğidir var. Eğer de i''ninki ise tövne şey okup kalsa i8 normal kıpak la. i8 altı mal. Ben yeni şundak. Yeni mi? Yeni yaptık. Yok ma mesele maya da. Mani men ama eslamga birtime. Maya birişim gerek. Şuna koy. Ma pini maya birişim gerek. Hani buldun mu bu? Hoş. Ondan sonra iPhone'daki kıymetlerini esli kaydede ya. Ananın kim? Alımcan yeni bassam benim tercümanım içiyorsun. Bak başlatmaz yeni işlemeydi ama şuna koy. Bu betnin özü hazır. Pırtalamış indeksi işlemel. Hani bu yerde. Mağaz şahsiyat degende bir nusqa küçürüp yine çapıp aldık. Hani bunun içine ben nitema ulan pek önceden ismi.
Men shunaqa. Bunimi men xatoda ichib oldim. Endi buning mazmunini o'zining tarjimalari bo'lmaydi. Oddiy bo'lsin yozib qo'ygan, ha? Mana ko'chirib. Ama sen üzde tenşetey mi hani? El ayı çıkan tenşep olmak kılıp. Man şuna da size. Mayada kurtaş etmişsem, ma bir ablasınken yerimizde ulup çıkıyordu. Hadi deymada. Şuna koy. Maşının içindeki, men degenin şey ma mezmun ne? Üçürüp ornuğa kabul ettim. Ama üstlük mezmun ne? Kesip aldım. Bana oradan çaplayayım. Ben iki yandım aldım. Ama program alınca Osman diyen kadar ma mezmun arlıqda bir tüsüz çıksın ma. Bir tüsüzlük kanaq değil. Hiç arşımda koy. Yani bunu ben bağısını kılıp aldım. Osman almayacağım karaydı. Ben çıktım Mavo. Mavo yan tarafı şuna koy. Bundan olsa bununki ma almayacağım diyeninki ma kıymetini ma yani. Sentrik parayım. Ma butma. Abi 5 bir boşluk var. Ben boşluk var. Manım şu tabi. Anima başka degan basqandan keyin buningga yana bir narsa chiqdi. Buningga mashaxcha deganni ko'chirib yana ko'paytirdim. Buning ismi boshmiti. Bunimi ichib oldim xodimlar. Mana ishtiganimni almashtirdik, ha? Tushundingizmi? Bu yerda marka İşlegandan keyin sal ko'ngil qo'yib olsak, ajr qishaylik, ha? Mashakadan tushiraman rasmni. Ma resim JPG resim. Bu resimninki kengligi 2000, egizi 2000. Biz bunu kontrol qilmasak bo'lmaydi. Ma boshiga resim boshiga hujjat bo'lgan gibi 3 o'timiz. Endi bunun xiti mana 3 o'tay. O'rni o'ttirib kelsin. Mana 3 o'tay. Bu yerga resimden birini IMG boşluk SRC tamam. Ma resmin ismi nimati shaxtiyar JPG shunday qo'y. Kengligi tam kengligi 400. Basın koyalım. Başını bastık. Çıktı mı hava? Alımcan. Baş çıktı mı? Bak ben almıştım bayağı da. Almışım şuna koy. Onda o zaman şahtiya sohbet alaqa diyen gibi bunu müşbet kıvasak bulduk ha? Az kalan ki işletilme unuma tam kıp kalmışsın ha? Şahtiya sohbet diyen gibi şahtiya sohbet ulan kıp bergen. Mavo başniki. Bunun bir tane resim başına koy. Bir tane resim bilan bir quruq kichkin xat bor. Unda olsa. Mashin men deganni ko'chirib chapladim. Yana shata sotib chiqarib oldim. Andan keyin buni ochdim. Dishi birdan. Ochgandan keyin
Bunun için özüm dair mezmunlarını 3 yurtay ya. Maya 3 yurtay. Ananın keyin ma u deganga 3 yurtay. Mayaga endi mezmun bor. Shahzoda deganga maqatni chiqsin, lekin markam kirsin shunaqa. Shuna bo'lsa mayaga. Marka bo'lgandan keyin bu nega kirsin? Mavi pi boshlandi shunaqa. Bu pi boshlandi, ko'p qilib mezmun keyin ikkiga o'xshash to'g'riligimi jasfida. Endi men HRning ostiga men yana pini elib oljindan senten chiqaratdimi? Maya senten maya pini oxirish bermay mayada. Bo'ldimi? Ananiki mayaga men hamda resim qilib bersam, resim torbatni o'ttirsa, men mezmun bo'lsa, ko'p qilib ikkiga o'xshash to'g'rilindi. Tushundingmi? Tushunch bo'ldimda? Hamda tani ochdiq IMG boshliq SRC tang Şahtiyartik GPG mağarasındaki kanlıge tang 400 kanlıge 400 ondan sonra kanlıge 200 kolay ya 220 tang 200 ondan sonra ben bunu saklı ettim hemen görürüz Maya çıktı mı? Maya yeni bir nasıl var? Ben size mandak para ya. Maya yeni bir nasıl var? Bu hem de sağ kalan beter kılınlar. Ma ayframı karamısanlar. Ma style gödünüme. Ma style başladık. Ma biz ma gödünüme. Gödün şuna koy. Endi bu yer karsanlar hazır. Bu. Ma IMG'ga mı? İsim bir tane IMG. Haydi. Tamam. Logo da biz koydum koy. Bunu arayabilirsiniz. Bana çıkan. Yazmayalım ben. Style type 10 text CSS. Anladın ki yani logo yani ID vergen vakitte bunu biz kutup işletimiz. Kutup logo yani isimlik ma'lum bir qimmatga. Buniki bordersi 15 piksel, sızın şekli solid, sızın rengi yellow, serhan butsun. Mani qilib baqilay ha. Chiqdimi mayaga? Chiqdi. Endi biz buni mana qilamiz hozir. Mana da zaten tekstden oqqu hozir. Endi biz buni mana beramiz hozir. Mana logoniki power shunaqa. Endi men mouse kelgan vaqtda asal jim turdi, mouse yig'a baqa vaqtda 15 piksel cho'nliqdagi serhan rang chiqmaydi. Men logoniki men logo deganga qo'yini kelgan vaqtda hozir mayda masala bor. Unda bo'lsa biz mana qayta bir tekshirib baqilay, ha? Mana shu. Yagimiz mana bunda berib o'tlayman. P'nin ichidagi IMG mayin chiqmadi. Mana ilirtib. Endi bo'ldimi? Bo'ldimi bu? Nima? Nimasi? Men shu sirni chiqarmoqchi hozir. Endi men mana IMG'niki power, ya'ni mouse yig'ib oldin men o'zgartib qo'yay buni. Alimjon Shatar Sofet. Ma chiqmadi shunaqa. Undan bo'lsa iPhone ichida emas, bevos ijro qilib qo'yilmadi. Endi mana chiqmadi. Mana normal ko'rinsin. Ananiki men yana bir qilib qo'yay. P'ning ichidagi IMG'niki powersi. Bordersi 15 piksel, sizin şekilde solid, normal size rengi red qizil olsun.
Demek mağanıga hazır. Biz mağu bevas ağal vaqtda maya işlemedi. Biz bunu ayrım siyasi kıymetli bezak buldu. Hem şu sizinki benim şekilning dair ramkısını siz mahkmet buyursun buldu. Tushundingiz mi? Lekin bu hikmat buyursun barliq penijidagi resimning sirtiga şu 15 bin so'mlikda seriqlanib siziq paydo qo'ydi. Shunga biz buni ID kelgandan keyin qo'lbaz ilib uning keyingi logo ismi logoga uni ID'sini tartibda logo deb yozib qo'ydik. Mana aslında yana o'xshash chiqdi. Bo'ldimi? Yana maqimiyatning shaxsini bo'ldi, ha? Aloqa shunday yanga. Aloqa shunday. Uningmi ozroq bir qimmat shirtli. Uningga buningga o'sha men degani kuchiray. Men degan kuchidim. Chapladim. Aloqa bo'ldi. Buni xotiradan ichib oldim. Endi mayatga mazmunni buni to'g'riltay endi. Aloqalashish usuli bo'ldimi? Ananiki mayatga ko'p qilib mazmunni tozlaymiz. Xo'sh. Endi biz bu mazmunni Uyg'urcha yozamiz. Uyg'urcha yozgandan keyin mayak mal o'ncha kelib, o'ng to'g'rilasak, mazmunni bir qarab ko'rindi. Hech qisi yo'q, salta to'g'rilasak bo'ldi-ku. Avval Uyg'urcha normal yozildi. Mana bu yerni kuchulay, ha? O'rin ismi Mayaga ma bir yarın küçürağın tem çapladım. Kurtaşadı o bu. Ananınki yine yine bir yer yine kontrol edin Venüs çapladım ha. Yine yine yenileyim ben. Bunu yazıp koydum. Endi ben saklab aldık. Bunu küçüldüm. Şarjını koydum. Neye çıktı mı mazmun? Endi bana markanın küçük olsun yok böyle. Yo'g'a bekar qilib arashtiribdi, ha? Endi men mazmun yana javob kelsin. Soldan boshlasin, ha? Mana ishi berdi. Bu yerga men aloqa usul yana HR'niki ostiga. HR'dan ostiga mana ustiga. IMG qisray. Yana tana ochdik, T bo'shliq, aljintan men bermasam o'tirib chiqdi rasman bo'lganiki, ha? Endi ben küçük oldum. Maya çıktı mı marka? Oturup çıkmaptı. Ma içer tuz yaptı. Bu ne biz mayaga? Bunu yazıp onun kendi ma'nunki asliden pin akhira shudli. Endi bo'ldimi? Endi ma to'radan batqandan keyin to'ra ulansınmi? Xo'sh, bu yerga to'razmishmi? Mayaga? Tana ochliq, bo'shliq. Tarjini beribdilar. Bo'lmasa ochib berib uzib kirdi. Tan, bilanik. Xirftan. Mana kenigimi? En oxira suduq. Bo'ldimi? Endi buni saqlab yotdik. Saqlab etgandan keyin bunu besib oldik. Ulandimmi bu? Bastaq. Ma'luma? Mushuna o'xshash. Tushunch bo'ldimi? Ayfram tushunch bo'ldimi? Bet almashmaydi shunday-ku. Bet almashmaydi, jimmi turdi. Masalan, buningki bosh betning o'zi qaysi? Bu indeks shu.
Bu aşka vaqt çıkınıp karşılık gözüge bak ha. Bunun ikincisi ma başpet ayrım. Mam alıncan diyen buya ayrım. Şahtasız bu ayrım. Ma ayrım şuna koy. Onda olsa işlemle.